Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu Batareyka filmi. Zombi apokalipsisi sabab vayron bo'lgan dunyoda tirik qolgan do'stlar yashab qolish uchun har xil ishlar qilishmoqda. Videoni tomosha qilishdan oldin like bosishni va keyingi film qahramoni bo'lish uchun ismingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Biz esa boshladik. Tashqarida turgan Ruslan kent olti chekib musiqa eshitardi. Quloqchinlarning quvvati tugagach, uning batareykalarini almashtirib yana ummonni eshitishda davom etadi. U uyga kirib ko'rmoqchi bo'lganida do'sti Burxon qochish kerakligini aytadi. Burxon ichkarida hayqirayotgan mahluqlarga o'q uzib u yerdan ketadi. Bir necha oy oldin zombi apokalipsisi sodir bo'lgandi. O'shandan beri qahramonlarimiz butun dunyoni sayr qilib yurishgandi. Yo'l-yo'lakay oziq-ovqat va kerakli jihozlarni yig'adigan do'stlar xavfsiz joylarda dam olib, endilikda nima qilishni muhokama qilishardi. Kunlardan birida Ruslan lotereya biletidan $1000 yutib juda xursand bo'ladi, biroq Burxon bu bilet nari borsa ketin artishga yarashini aytib, yaxshisi beysbol o'ynashni taklif qiladi. Yo'lni davom etgan do'stlar o'rmon ichida uy topishadi. Ichkariga kirgan Burxon hech kim yo'qligini ko'radi. Uyda pichoqqa ilinadigan hech narsa yo'q edi va Burxon kechki ovqat uchun baliq ovlashga qaror qiladi. Ruslan esa dadasini uyda o'tirganday barcha ishni do'stiga tashlab qo'yadi. Ertasi kuni yigitcha Burxon o'ldirgan zombilarni ko'rib qo'rqib ketadi, sababi o'rmonda ular bo'lmasliklari kerak edi. Biroq Burxon ular qo'ziqorin tergani kelgan bo'lishlari mumkinligini aytadi. Yana bir qancha vaqt yurishgach, mashina topishadi. Burxon uning eshigini ochgach, ichidan zombi chiqib keladi va uni otib tashlashadi. Bundan so'ng mashinaga o'tirib, yo'lni davom etishadi. Ruslan qachonlardir uchrashib yurgan qizi haqida eslab qoladi va Burxonni unikiga borishga ko'ndiradi. Burxon uyda kimdir bor yo'qligini tekshirib yurganida Ruslan sobiq qizining narsalarini titishni boshlaydi va uning atri bilan haliginisini oladi. Burxon bir qancha kerakli buyumlarni va ratsiya topib oladi. Ruslan esa tish cho'tkasini topadi va nihoyat sassiq og'iz dardidan xalos bo'lishadi. Mashinaning ichini ancha bo'shatgan Burxon u yerni yotoqqa aylantirib, ichini to'shaklar bilan to'ldirishadi. Ruslan shu yerda qolishni istardi, biroq Burxon bunga qarshi bo'ladi va kelishmovchilik kelib chiqadi. Burxon qachonlardir uylaridan birida qolishga qaror qilganlarida oziq-ovqatlari tugab qolgach, it yemagini yeyishga majbur bo'lganliklarini va oxirida itning o'zini ham yeganliklarini eslatadi. Ruslanning oilasi ham uyda berkinib olganliklari uchun halok bo'lishgandi. Noiloj yana yo'lga chiqishadi. Ruslan o'zini chalg'itish uchun ummonni eshitishdan to'xtamasdi. Burxon Ruslanga beysbol o'ynashni taklif qiladi, biroq u quloqchinlari sabab uni eshitmaydi. O'zini zombiga solib uni qo'rqitgan Burxon shu dahmazasini deb zombilarga yem bo'lishi mumkinligini aytadi. Ratsiyalarga batareyka joylashtirgan Ruslan bittasini Burxonga berib, ularni tekshirib ko'rishadi. Uskuna yaxshi ishlarda, biroq ko'p o'tmasdan boshqa bir tirik qolganlarning ham ovozlarini eshitib qolishadi. Mahliyo ismli ayol va Frank ismli yigit qandaydir lager haqida gaplashisharkan, u yerda juda yaxshi yashayotganliklari haqida aytishadi. Biroz ikkilangan Ruslan ular bilan aloqaga chiqib, ularga qo'shilishga ruxsat so'raydi. Biroq ularga lagerda joy yo'qligini va ularni izlab ovora bo'lmasliklarini aytishadi. Ruslan ulardan tiz cho'kib yordam so'rashga ham tayyor edi, biroq Burxonga vobshim farqi yo'q edi. To'g'ri kelgan joyda tunash va tirik qolish uchun ov qilish joniga tekkan Ruslan esa ortiq bunday yashashni istamasdi. Burxon esa lagerdagilar baribir ham ularni qabul qilmasliklarini aytib, shunga majburliklarini ta'kidlaydi. Ruslan bir necha kun lagerdagilar bilan bog'lanishga urinadi, biroq ular javob berishmaydi. Burxon esa uning yaxshi yashashni emas, aksincha, Mahliyoni ko'zlayotganligini tushunib qoladi. Burxon uning qiz ovozini eshitib, uni so'nggi sohib Jamol deb tasavvur qilayotganligini mazax qilib, u aslida qari turshak bo'lib chiqishi ham mumkinligini aytadi. Bu gap esa bechora Majnunning asablarini qitiqlab yoradi. Sal turib ular motel oldida to'xtashadi va Ruslan ichkarini ko'zdan kechiradi. Burxon taxmin qilganiday ichkaridan zombilar chiqib keladi va Ruslan mashinada berkinar ekan, u odatdagidek zombilar bilan shug'ullanadi. Bundan so'ng yo'lda davom etishadi va sharshara topgan Burxon nihoyat cho'milib oladi.
Mashinada uxlab yotgan Ruslan zombi kelganligidan qo'rqib turib ketadi. U oldiniga ratsiyani olib Burxonni yordamga chaqirishga urinadi, biroq zombining kattagina sultonli ayol ekanligini ko'rgach, biroz yengil tortishga urinadi. U endi finishga kelganida zombining boshi chochilib ketadi. Uni yetib kelgan Burxon o'ldirganidi va Ruslanning tayoqchasini ishqalab o'tirganligini ko'rib uni mazax qiladi. Yo'lni davom etisharkan o'rmonda anchagina uylarga duch kelishadi, biroq barchasi bo'm-bo'sh edi. Benzinlari tugagach mashinani tashlab ketishadi. Kunlardan birida qulay o'rindiqli uyga duch kelishadi va Ruslan shu yerda tunab qolmoqchi ekanligini aytadi. Narsalarni joylashtirayotgan yigitcha quloqchinlar yo'qolganligini ko'radi. Tashqariga chiqqach Burxon musiqa eshitib kamon yasayotganligini ko'radi. Ruslan undan quloqchinlarni berishini so'raydi, biroq Burxon bundan bosh tortib, uyda tunamoqchi ekan, demak, diqqatliroq bo'lishi kerakligini aytadi. Burxon ikkovlari uchun ham kurashishdan charchagandi va u ham bunda yordam berishini istardi. Ruslan esa yosh boladay xafa bo'lib ketib qoladi. Tushlik vaqtida Burxon Ruslan mashinada zombi ayolga nisbatan nima qilganligini aytib, uni yana mazax qiladi, biroq u bunga e'tibor bermasdan yotoqxonasiga boradi. U yana lagerdagilar bilan aloqaga chiqishga urinadi va bu safar ayol javob beradi. Mahliyo u bilan gaplashganligi uchun unda muammolar paydo bo'lishi mumkinligini va lager u o'ylaganchalik yaxshi joy emasligini aytadi. Biroq ko'chada uxlash joniga tekkan Ruslan baribir ham u yerga bormoqchi bo'ladi. Uning noshukurligidan ko'ngli ayniy boshlagan Mahliyo go'shakni qo'yadi. Tongda Ruslanning oldiga chiqqan Burxon uning hali ham sasib yotganligini ko'rib, xavf-xatarni jiddiy qabul qilmaganligidan jahli chiqadi. U uning oldiga bitani qo'yib tashqariga chiqadi va biroz oldin ushlagan zombisining oldiga keladi. U zombini Ruslanning xonasiga olib kirib, eshikni qulflab qo'yadi. Ruslan jon-jahdi bilan uni yordamga chaqirarkan, Burxon ketini o'zi artishga o'rganishi kerakligini aytadi. Ruslan esa bir amallab zombini o'ldiradi. Burxon u bilan faxrlanishini aytishi bilan Ruslan unga tashlanib qolib ketishidan oldin uni yaxshilab savalaydi. U o'rmonda o'zini yo'qotgan holda turardi. U Burxonga Mahliyo bilan gaplashganligini aytgach, birga uyga qaytishadi. Ertasiga yarashib olgan do'stlar biroz vaqtichog'lik qilishadi. Ruslan o'sha kundan boshlab barcha ishlarga yordamlashib, reallikka ko'nikishni boshlaydi. Kunlardan birida mashinalarga duch kelishadi va ulardagi benzinni olishga harakat qilishadi. Ruslan motorning hali issiqligini payqaydi. Demakki, haydovchi shu yaqin orada bo'lishi mumkin edi. Burxon baqirsa-da hech kim javob bermaydi va u benzin olishda davom etadi. To'satdan Ruslanni garovga olgan Sanjar Arizonaga keta olishi uchun mashina kalitlarini berishlarini talab qiladi. To'pponchasini olgan Burxon esa kalitlari yo'qligini aytib, do'stini qo'yib yuborishini talab qiladi. Burxon Arizonada ham shu yerdagi hol ekanligini aytgach, Sanjar unga benzin, oziq-ovqat va qurol-yaroq berishni va'da qilib, so'zda turmasdan uni qish bo'yi ishlashga majbur qilgan bir guruh odamlar haqida aytadi. Biroq ularning kimligini aytmaydi. U Ruslanga pichoq tiragach, qurolni tushirgan Burxon kalitlar mashinada ekanligini aytadi. Sanjar yigitchani qo'yib yuborib mashinaga o'tiradi, biroq Burxon kalitlar unda ekanligini ko'rsatadi. Jahli chiqqan Sanjar uni onasidan so'kib qochishga urinadi, biroq unga yetib olgan Burxon uni otib tashlaydi. Ruslan uni odam o'ldirganlikda ayblarkan, Burxon buni o'zini himoya qilish deya tushuntiradi. Shu damda boshqa bir mashina ular tomon yaqinlashadi. Undan tushgan ayol mashinasini olib ketishga kelganligini aytgach, barcha o'zini tutishga rozi bo'ladi. Ular mashinaga benzin quyisharkan Sanjar haqida so'rab qolishadi. Burxon nima sodir bo'lganligini aytgach, ayol to'g'ri ish qilganliklarini sababi u o'g'ri bo'lganligini aytadi. Ular endi ketmoqchi bo'lganlarida ayolning ovozini tanib qolgan Ruslan buning o'sha Mahliyo ekanligini tushunadi. U Burxonning oyog'iga otib, Ruslanni ketini qisib ketmaganligi uchun so'kib beradi. U Burxonning kalitlarini dalaga uloqtirib, ortlaridan kelmasliklarini tayinlaydi. Aks holda ikkovini ham o'ldirish bilan tahdid qiladi. Ular ketishgach, Ruslan kalitlarni izlay boshlaydi, biroq topa olmaydi. Burxon unga yordam bera olmaydi. Qorong'u tushgach, biroz dam olishga qaror qilishadi. Yarim tunda g'alati shovqinlardan uyg'onishadi va chiroqni yoqishgach, zombilar talpasi yaqinlashayotganligini ko'rishadi. Ruslan mashinadan chiqib qochmoqchi bo'ladi, biroq oyog'i yaralangan Burxon joyidan qo'zg'ala olmagach, Ruslan ham qolishga majbur bo'ladi. Ertasi kuni ham zombilar tekin barra go'shtni tashlab ketishni istashmaydi. Ruslan musiqani baland qo'yib o'zini chalg'itishga urinadi. Burxon esa lyukni ochib bir qancha zombilarni o'ldirsa-da, ular qo'rqib qochishmaydi. Ruslan mashinani yurgizishni taklif qiladi, biroq Burxon u kalitlarni olib kelmaganligini aytadi. Orada yana kelishmovchilik kelib chiqadi va Burxon Ruslanni Mahliyoning jahlini chiqarganlikda ayblaydi. Oradan bir necha kun o'tsa-da, zombilar ketishmaydi. Ularning ho'kirishlari yigitlarni aqldan ozdira boshlaydi va ularning basharalarini ko'rmaslik uchun oynalarni berkitib chiqishadi. Ertaga nima bo'lishini bilmagan do'stlar esa xurmachalarga siqquncha ichib,
o'yin o'ynashdan u yoqqa o'tisha olmaydi. Oxir oqibat Ruslan buning sababchisi o'zi ekanligini tan olib, kalitlarni topib kelishga rozi bo'ladi. O'ziga kuch yiqqan Ruslan lyukdan tashqariga chiqadi. Qo'lidan hech nima kelmagan Burxon esa kutishdan u yoqqa o'ta olmaydi. Nihoyat Ruslan uni chaqiradi va u tezda lyukni ochib uni ichkariga kirgizadi. Afsuski Ruslan zombi tishlaganligini aytadi. Sarosimaga tushgan Burxon esa ming azobda qurolini qo'lga olib, mashinadan tushishini buyuradi. Ruslan bosh tortgach, Burxon uni otib tashlab, alamidan dod soladi. Bundan so'ng Mahliyoga xabar jo'natib, uni Ruslanning o'limida ayblaydi va agar uni topsa, o'ldirishga so'z beradi. U yana bir necha kun mashinada jon saqlashda davom etadi. Oxir-oqibat bunday yashash joniga tegadi va bu yerdan chiqishga qaror qiladi. U Ruslanning quloqchinlarini taqib tashqariga chiqarkan, zombilar talpasi uni sekingina ta'qib qilishni boshlashadi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.